Xayrli kun Tatariston, xayrli kun hurmatli televizor qarovchilar. Men Elza Ahmedjanova ham topshiruvimizning ijod turkumi har barchangizga ko'tarinki kayf, motor kun tilab qolamiz. Sizning e'tiborga o'ynag'iz garmonlar topshiruvining shiratdagi chiqarilishini qarorga taqdim etamiz. Topshiruvning olib boruvchilari Oyzila Botirxonova ham boyanchi Nail Sagdiyev Respublikamizning Sarmon rayoni bo'yicha muzikal sayohatini davom etadi. Bugun ular bizni ikki ulug' hunar egalari tabib Rafis Musin ham o'qituvchi G'oliya Garayeva bilan tanishtirdilar.